Erki qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlar bo'lsa, yana bir hayitni ayrilish va hijron ichida o'tkazdi. Sharq Turkistonda Uyg'urlar Xitoy zulmi ostida hayit xoshalligidan mahrum bo'lgan bo'lsa, muhojiratlik Uyg'urlar bu hayitni uzun yillardan buyon ko'rishalmagan urug' tuqqanlarning hijronida hayit o'tkazishga majbur bo'ldi. Yana bir tarafdan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur muhojirlari muborak hayit kunlarini urug' tuqqanlar bilan aloqa qila olmaslikdek ig'ir azobini to'plashib hayit namozi o'qish, o'zaro hayitlashish orqali unutishga tirishdi. İstanbul'un Zeytinburnu ve Safakün rayonlarında yaşayotgan Uyg'urlar Qurban hayit mezgilida vatandan ayrilish, tuqqanlar bilan aloqa yoki salom sat qila olmaslikdek azobini bir yerga jam bo'lish orqali yengiltishga tirishdi. Undan boshqa Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarmi madaniyat markazida Qurban hayit namozini jamoatlashib o'qib, Uyg'urcha xutba angladi. Namozdan chiqib o'zaro salomlashib, muңdashib, qalbidagi vatanidan va tuqqanlardan ayrilish azobini yengillatdi. Yaqında ijtimoiy taratqularda Heydgoh masjidini ziyorat qiluvchilarga bilet setilayotganligi haqida bir uchur tarqaldi. Erkin Asiya radiosining telefonini qabul qilgan Qashqardagi aloqador xodimlar Heydgoh masjidining ham ibodatga ham sayohatga ochiq ekanligini ilgari surish bilan birlikda ziyoratchilarga bilet setayotganligini dalilladi. Yana bir xodim bo'lsa, Heydgoh masjidining xili burunli muzeyga o'zgartirilib bo'lganligini eskartdi. 28 iyun günü Angliya parlamentidagi qirg'inchilikning oldini olish parlamentlar birligi, Xalqaro advokatlar jamiyati va Xalqaro parlamentlar birlashmasining Angliya guruhi birlikda Angliya parlamentida Uyg'ur va boshqa turkiy osonliklarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik temasida maxsus muhokama yig'ini o'tkazgan. Mazkur muhokama yig'iniga Angliya parlament a'zosi Kirsav, Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim, BBC xabar agentligida 30 necha yil xizmat qilgan David Kampanali va umrlik qamoq jazosiga hukm vicdan mahbusi İlham To'xtining qizi Javhar İlham qatorliqlar taklif bilan qatnashgan. Sharq Turkistondan bugunga qadar oshkorlangan eng muhim hujjatlarning biri bo'lgan Xinjiangning soqchi arxiviga asoslanganda Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari, Xitoy diktatori Xi Jinping Uyg'ur qirg'inchiligiga bevosita qatnashgan. Kommunizm qurbonlari xotira fondi jamiyatining BBC va bugungi Amerika qatorliq axborot organlari bilan hamkorlashib nashr qilgan Xinjiang soqchi arxivi tutqunlarning rasmlari, hukumat hujjatlari, Xitoy boshliqlarining nutqlari va elektronlik jadvallar orqali Uyg'ur qirg'inchiligi haqida hayron qolarlik tafsilotlarni oshkorlagan. Buningda Xitoy Partiyasining ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlarning kimlik va madaniyat izlarini yo'qotish urinishlari tafsili fosh qilingan. Yevropa İttifaqı rahbarlari Belgiyaning poytaxti Bryusselda o'tkazilgan boshliqlar yig'inining 2-kuni Xitoy bilan bo'lgan munosabatga doir yig'in ochdi. Yevropa İttifaqı rahbarlari Xitoy bilan bo'lgan kishilik huquq dialogining qayta boshlanishi kerakligini o'tirib qo'yib, majburiy emgak, kishilik huquqni qo'g'dovchilar va osonlik millatlarga qaratilgan muomala, Tibet va Sharq Turkiston vaziyati, shundaqla Xitoyning Hong Kongga borgan va'dasining amalga oshishiga bo'lgan andishasini qayta ta'kidladi.